Hamma bugun dam olishda, Chorvoqqa chiqqan, aqa chiqqan, baqa chiqqan. Ha bizda bo'lsa bugun ish. Bola cho'zilyapti, charchadi. 8 metrli uzunlikda, 30 lik razmerda regellarimiz. Qanaqa mahsulotdan foydalanasizlar? Uzunligi 2,5 metr, eni 16. Tekizlangan 16, 8 ga 4 bo'ladi oyog'i. Bu esa uzunligi, mana buqa regel deymiz. Uzunligi 13 metr, eni 50 sm bez ustunga beramiz. Balandroq, uzoqroq joylarga, masofalarga, agar bundan ham o'shniroq bo'lsa, ikkitasini bitta qilib turib qo'yib ham beraveramiz. Bunisi mana ko'rganingizda bu ham shunga o'xshashroq, lekin buni sal enliroq. 3 metr qo'yamiz. Hozir 40 sm eni. Uzunligi 8,5 metr. Bu tomonda akalarimiz zakaz qilishdi, zakazlarni tayyorlab qo'ydi. Mana ustunligiga keladi ekanlarga, mana ustunni ko'rsizlar. Shunaqa baland ustun qilmoqchi bo'lsani, mana tayyorlab qo'ydi ustunlarga. Uzunligi 2 metrdan mana konteyner mana tirnoqlari bo'ladi, bilsani mana. Shunaqa tirnog'i bo'ladi, shu bolgarkada olib bizdagi endi o'zimizga qizig'i yo'qligi uchun mana 6 metrga, uzunligi 10 metr, regelimiz uzunligi o'zimiz yasaganmiz 10 metr, balandligi 6,5 metr joyga shu ustunlar ko'tarib turibdi. Mana 5,5 metr hozir zakazimiz bu ham tayyor bo'ldi. Bizda ob'yom katta o'rtoqlar. Hammasi sizlar uchun maxsus tayyorlab qo'yganmiz. O'rtoqlar, qanaqa svarka apparatdan foydalanasizlar deganmidinglar? Mana sizlarga svarka apparatimiz. Shunaqa 380 svarka apparatlardan foydalangan holda shunaqa ishlarimizni bitkazamiz. 6 dan so'ragan akalar bor edi. Mana 7 metrdan Uchqo'rg'onga tayyorlab qo'ydi. Zakaz qiluvdilar. Shuplana ko'ringlar, vobshim chotki bo'lgan. 6 metr, 5 metr, 4 metr razmerda mana busi 10 metrli bez ustun. 10 metrga bemalol Xudo xolasa ishini ham bitkazaverasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska, qadrdonlar. Bizni kuzatib boringlar. Chutki kontent bo'lmasligi mumkin, lekin hayotiy kontentlarni qo'yib borishga harakat qilamiz. O'zimiz ishdagi bo'lgan voqealar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.